Xudo xolasa ishlarni yakunlab oldik. Aytganimdek yine kotyolni mo'risini o'zgartirib, samoratib beryapmiz. Topli pola kraniklarni chiqarib berdik. Mo'rlarni polni almashtirib, taxlab beryapmiz. Bu ikki tochkani aytganimdek profildan bo'ldi. 25 turbo bilan podachasini tartib, profil turbolarni profildan turib beryapmiz. Ikki dana kranklarni ham qo'yib berdik. Kranklarni ilib, polni foydalanib, buni yechib oladilar. Arkalarni remont etib, xudo xolasa ishlayveradilar. Malyarchiklarimiz qiynalmaydi, xudo xolasa. Shunday bo'lib o'tdi bizning ishlar. Xudo xolasa, kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'yamiz. Xudo xolasa bemalol bog'lanishlaringiz mumkin. Bizda ko'mir kotyol, stenli kotyol, santexniklarning barcha turlaridan bor. Xudo xolasa Ariston, nasoslarni o'rnatamiz, banil montajlari. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha santexnika xizmatlarini tayyorlaymiz. Sog' olasizlar, salomat olasizlar. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yasizlar deb umiddaman. Xudo xolasa kimda kim shunday qishdan burun otopleniya o'tiraman deb yurgan bo'lsa, shu do'stlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.